Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika Kengash Palatası Musulman Amerikalik Rashid Hüseynni xalqaro diniy erkinlikning bosh elchisi qilib tasdiqladi. 7 ayda Prezident Joe Biden tarafidan nomzodlikqa ko'rsatilgan Hüseyn Payshanba kundagi bilet tashlashda 5 ga qarshi 85 ovoz bilan Kengash Palatasining ma'qulligiga erishdi. Hüseyn bu o'ringa chiqqan tunji amerikalik musulmon. Amerikadagi eng chong musulmon fuqarolar huquqi va tashviqot tashkiloti bo'lgan Amerika Islom munosabati kengashi juma kuni bu qarorni tabrikladi. Kengashning muavin ijroiya mudiri Edward Ahmad Meshal bayonotida bu Amerika musulmonlar jamiyati va xalqimiz uchun tarixiy bir kun. Biz buning dunyoning har qaysi joylaridagi zo'ravonlikning tahdidiga uchragan barliq xalqlarning diniy erkinligini qo'g'daydiganligiga ishonamiz. Jumladan Xitoy tarafidan misli ko'rilmagan irqiy qirg'inchilikqa duch kelayotgan Uyg'ur musulmonlarining huquqini qo'g'daydiganligiga ishonamiz dedi. Xitoyga qarshi Parlamentlar ittifoqining Twitter hisobiga xabarga asoslanganda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qiynashga qarshi turish komiteti Marokash doiralaridan Uyg'ur panohlik tilvichi İdris Hasanni Xitoyga topshirib bermaslikni talab qilgan. Xitoyga qarshi Parlamentlar ittifoqi agar İdris Hasan Xitoyga topshirilib berilsa, duch keladigan qiyin qistoq xavfi to'g'risida ogohlantirgan. Shundaqla hammasi o'zlarining davlatidagi Marokash elchixonasiga xat yozib, İdris Hasanni qaytarmaslikni talab qilgan. Kishilik huquq fondi jamiyati tarafidan ta'minlangan Uyg'ur majburiy emgak tekshiruvchisi nomli Abditali Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq markadan mal sotib olganda sizni ogohlantirdi. Shu orqali sodingizning irqiy qirg'inchilikqa chetishliq bo'lib qolmasligiga kafolatlik qilg'ili bo'ladi. Dunyodagi 5 paxta buyumining biri Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni majburiy emgakka selishi orqali ishlab chiqarilgan. Angliqni o'stirish buni to'xtatishning birinchi qadami. Nurg'un markalar ta'minlash zanjirini murakkablashtirish orqali mahsulotlarining ishlab chiqarilishdagi majburiy emgakni yoshirishga urinadi. Shuningdek, ma'lum mahsulotni ko'rganda sotib olmasligingizni bilishingiz ta'sga to'xtaydi. Bu detal ta'minlash zanjirida Uyg'ur majburiy emgakining yo'qligi to'g'risida ochiq-oshkora va'da bermagan markadan mal sotib olganda sizga uchur beradigan ko'znak chiqarish orqali farq etishingizni oddiylashtiradi. U malni sotib olish yoki voz kechishni tanlash huquqi sizga oid bo'ladi. Kishilar bilan bo'lgan munosabatda ustunlikka erishishning birdan-bir yo'li sizning ulardan mustaqil ekanligingizni ularga ko'rsatish deydi Germaniyalik faylasuf Artur Schopenhauer. Bu sababdan butun dunyo oldida gapining o'tishini xohlaydigan millat hargizmo mustaqilligini yo'qotib qo'ymasligi va mustaqillik uchun nima zarur bo'lsa shuni qilishi lozim. Gapi o'tmagan millat xo'rliqqa, izzat obro'yining chaylanishiga, qulluqqa mahkum. Qulluqda yashagandan o'lim afzal. Ya mustaqillik, ya o'lim. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.